Hech qanday bosh og'riqlar va remont ishlarisiz tayyor hovli kerak deganmidingiz akam? Bugun siz uchun Qo'qon aeroportiga yaqin joydan shunaqa hovli bilan keldik. Like bosib videoni oxirigacha ko'rmasangiz bo'lmaydi. Umumiy maydoni 6 sotix bo'lgan bu hovli pishiq ishdan sifatli qilib qurilgan. Ichkarida 3 ta keng xona va sanuzellar alohida bo'lib, soni 2 ta ekan. Remonti yaxshi, isitish tizimi sifatli va Vaillant отопление orqali isitilar ekan. Eng katta qulayligi mebel va texnikalarning hammasi qoladi deyishdi. Demak, siz shundoqqina ko'chib kelib, yashashni boshlashingiz mumkin. Kommunikatsiyalardan hammasi ulangan. Gaz, svet, suv barchasi bor. Narxi esa $85,000 so'rashyapti. Ha, yana kelishtirib ham beramiz deyishdi egalari. Manzilni aytib o'tsam, O'zbekiston tumani Taraqqiyot ko'chasida, Qo'qon aeroporti yaqinida joylashgan. Orientir sifatida quruq va katta yo'l bo'yida qatnov qulay avtobuslar, taksilar bemalol o'tadi. Yaqin atrofda xususiy maktab va bog'chalar ham mavjud. Telefon raqamlari shundoqqina ekranda. Bemalol qo'ng'iroq qilib kelishingiz mumkin. Tayyor xonadon qidirayotgan do'stlaringizga ushbu uyni ilinib jo'natib qo'ying.